Yazgıcı Habibullah Ablamet'nin mərhum liderimiz Məsud Sabiri Bayquzi'nin ömür musafisiga bag'ishlab yozgan Məsud Efendi nomliq tarixiy romanni anglitishni boshlaymiz. Ovozda Hur qiz Baytash. 8-bob G'o'ljining yoz kunlari. Men bu kecha shirin tush ko'rdim. Tushda olmaliq bir boqqa kirdim. Ko'rdim shoxda qizil olmani, u dar edi uzval meni. Faust'tin. O'tgan yilning oxiridan boshlab Sharqi Turkiston Jumhuriyati hukumati bilan Junxo Mingo markaziy hukumati o'tirisida davom qilgan 8 oylik suhbatdan keyin Sharqi Turkiston Jumhuriyati bilan Junxo Mingo markaziy hukumati orasida 11 moddalik tinchlik bitimi tuzilgan edi. Ana shu ikki taraf orasida tuzilgan 11 moddalik tinchlik bitimining ro'yiga asosan 1946-yili 6-oyning oxirida rasmiy shaklda birlashma hukumat qurilgandi. Shu munosabat bilan 1-iyul kuni Urumchida 30 ming kishilik murosim o'tkazib, birlashma hukumatning rasmiy qurilganligini butun Sharqiy Turkiston xalqiga tantanali holda jakarlagan edi. Tinchlik kelishimiga asosan qurilgan birlashma hukumatning 25 kishilik rahbarlik apparati turg'izilib, hukumat a'zolari o'ziga munosib huquqlarni o'z qo'liga olgan edi. Xitoy markaziy hukumat vakili general Jang Jijong birlashma hukumatning raisligiga, Sharqiy Turkiston Jumhuriyati vakili Ahmadjon Qosimi birlashma hukumatning birinchi muavin raisligiga, Məsud Sabiri Bayquzi, ya'ni Məsud Efendi bosh taftishlikka, Liu Mingchuan bosh kotiblikqa, Abdukirim Abbasov muavin bosh kotiblikqa, Wang Zingshan ichki ishlar nazoratining nozirligiga, Rahimjon Sabiraji bo'lsa ichki ishlar nazoratining muavin nozirligiga, Sayfiddin Azizi ma'rif nazoratining nozirligiga, Muhammad Emin Bug'ra ta'minot nazoratining nozirligiga, Isa Yusuf Alptekin bo'lsa birlashma hukumat a'zoligiga tayinlangan edi. Ana shu qitimqi 30 ming kishilik cho'ng murosimda nutq so'zlagan Ahmadjon apandim g'oliblarga xos ishonch bilan "Men xalqimga shundoq va'da beramanki, necha minglagan shahidlarning issiq qonlari badaliga kelgan bu g'albiy mevalarini qo'g'dash va kelgusidagi parlaq kelajagimiz uchun jon dilim bilan xizmat qilaman. Chunki biz uzoq yillardan beri istibdodchilarning, tajovuzchilarning qatma-qat zulmi ostida yashab keldik. Bu asoratdan, bu zulmdan qutulish uchun asrlardan beri to'xtamay kurash qilib keldik. Ta bugunga qadar hech bir zamon qarshilik kuchimizdan mahrum qolmay, kunsiri eshib berayotgan, egilmay, sunmay kurash qiladigan milliy ruhimizni namoyon qildik. Bugungi kunga kelganda ana shu kurashchan ruhning turtkisi natijasida 3 viloyat miqyosida g'albaga muyassar bo'ldik va butun Sharqiy Turkiston miqyosida tinchlik yo'li orqali oxirgi g'albani qo'lga keltirish uchun yangi bir mushaqqatlik yo'lga atlandik. Hamda bu birlashma yangi hukumat qurildi. Oldimizdagi yo'l texmi mushaqqatlik, texmi kaskin kurashlar bilan to'lgan. Xalqim menga ishinib bergan bu imtiyozlardan foydalanib, birlashma hukumatda belgilangan qonuniy huquq va siyosiy ishlarni yo'lga qo'yish programmasini to'liq ijro qilishga tirishaman. Va bu yo'lda oxirgi tiniqim qolgucha kurash qilaman. Yashsin xalqimizning hurligi. Abadiy yo'q bo'lsin istibdod hokimiyat. Yo'qolsin istibdod hokimiyatni yoqilg'uchi mustabidchilar. Yashasin millatlar barobarligi. Deb yuqori ovozda to'lg'an o'tkir xitoblari va Məsud apandining munbarga chiqib so'zlagan ta'sirlik qisqa nutqining sadosi bilan atrofdagi ommaning qizg'in olqish chavoklarining ovozlari qo'shilib, Tangri tog'larining janub va shimollariga taralgan edi. Ana shu qitimqi ommaviy cho'ng murosimda Məsud apandi jarangliq ovozi bilan xalqqa: "Qarindoshlar, biz bugun mushu maydonga yig'ilib
Ta bugungacha qilgan jafo mushaqqatlik kurashlarimizning va yurak qinimizni sarf qilib turib qilgan xizmatlarimizning hammadan muhimi qon kechib kurash qilgan son sanoqsiz shahidlarimizning oqqizgan qonlarining jonlarining natijasini ko'rib turibdimiz. Mana bu natija bizning parlaq kelajagimizni yo'ritib beradigan nurliq mayak. Ammo oldimizdagi yo'l uzun ham mushaqqatlik. Biz abadiy erkinlikka erishish uchun har zamon hushyor bo'lishimiz, oldimizdagi xizmatlar uchun o'zimizni atishimiz, har zamon umidvor bo'lishimiz lozim. Bizda umid va fidokorlikli bo'ladigan cho'qim orzu qilgan nishonga oxiri yetimiz. Bir millatning beshiga tushgan eng cho'ng fojia shu millatning o'z iqtidorini joriy qildirish fursatini qo'ldan ketkizib qo'yishidir. Tarix bizga o'z iqtidorimizni joriy qildiradigan, mustaqilligimizni qo'limizga oladigan nurg'un fursatlarni ato qilgan bo'lsa-mu, biz o'z iqtidorimizni joriy qildiradigan ashu fursatlarni qo'ldan berib qo'yganligimiz vajidan nurg'un fojialarni beshimizdan kechirib, bugünkidek holga tushib qolgan edik. Mana hozir davr bizga yana bir qatim o'z iqtidorimizni joriy qildiradigan fursat ato qildi. Bu fursat biz uchun dengizda o'z yo'lidan ezib qolgan kemiga yiroqdan ko'ringan oltin qirg'oqdek bebaho. Davr yangilandi. Zamon o'zgardi. Iqtidorimizni joriy qildirib, erkinligimiz, hurligimizni mutlaq ma'noda qo'lga keltiradigan fursat keldi degan edi. Mas'ud apandi ana shu so'zlarni qilib, oradan 2 hafta o'tganda o'lkalik birlashma hukumatining bosh taftishligiga tayinlanganligini tabriklash murosimi o'tkazildi va murosimga Ahmadjon Qosimov qatnashdi. Bu murosim bo'lib, oradan 1 oy o'tganda Mas'ud apandi 12 yildan ortiq ayrilgan ona yurti G'o'ljiga yetib kelgan edi. Bu dal G'o'ljining ozod zamoniga va G'o'ljining avgust oylaridagi eng go'zal yoz kunlariga denk kelgan edi. G'o'ljining yozlari odatda ajoyib go'zal bo'ladi. Yana kelib Mas'ud apandi uchun bu qitimqi yoz mavsumi burunqidan necha hassa go'zal ko'rinib ketgan edi. Bo'libmi barliq tabiatning go'zalliklariga jo'r bo'lgan oy yulduzliq yeshil bayroq bo'lsa, ichidan 80 sapoq atirgulning hidi kelib turadigan qo'rolarning ko'p-ko'k sirlangan darvozalariga qadalgan bo'lg'achqa G'o'ljining ko'chalarini texmi chiroyli qilib atgan edi. Darvaqa G'o'ljining yozlari shunchalik go'zal. Bu chaqda atrofni o'rab turgan tog'larni yop-yeshil qarg'aylar bilan har xil yovun meva ko'chatlari bezab turadi. Tog' etaklarida rang-rang gullar po'raklab echilib ketadi. Gullarga qo'ngan kepinaklar, hasal harilar erkin uchib yuriydi. Gullardan to'kilgan barglar yer yuzini qoplab ketadi. Bog'lardagi shoxlari egilib yerga yetgan olma daraxtlardan zangar rang olmalarning mazzilik hidi odamning dimig'iga urilib turadi. Ashu go'zal bog'larning qo'ynida bulbullar, kakuklar, höpöplar, paxtaklar yiqimliq sayrab kishining ko'nglini mahliyo qildi. Muhaqqaq bu yilqi yoz texmi boshqacha edi. Sahra yezilardagi etizliqlarda yangragan o'rmon naqshisi, xaman tepayotgan to'liqlarning ovozlari, otlarning kishinashlari, mayin shamolda takshi lingshib turgan yop-yeshil qo'noqlar, do'lqillab turgan buluq o'sgan o't-cho'plar, yayloqlarda o'tlayotgan qo'y kalalar, top-top yilqilar, ko'p-ko'k osmonda parqirab turgan quyosh, aydın kechida derazadan marab qarayotgan ay, ko'k yuzida charaqlab turgan son sanoqsiz yulduzlar, guldir qaras ovozlar ichida cheqilgan chaqmoq, poyonsiz o'rmonlardan kelgan salkin, Ili daryosining qirg'oqlariga dahshatlik urilgan do'lqin qatorliq tabiat hodisalarining hammasi G'o'lji xalqining ozod baxtiyor turmushi bilan bir gavda bo'lib, bu yurtga kelgan Mas'ud apandini bo'lakchilar baxtiyor qilib o'tib boradi. Mas'ud apandi
Çoğ oğlu Ertuğrul bilan birga G'o'ljiga davlat ishlari uchun emas, balki qizil gulga shaydo bo'lgan bulbuldek Güliston yurtini, pidakor ayolini va tirishchan, aqlliq o'g'il qizlarini seg'inib kelgan edi. Va uzun yillardan beri ko'rishga intizor bo'lgan urug' tuqqanlarini, el og'inlarini, mahalla ko'yni seg'inib kelgan edi. Mesut Efendi'nin G'o'ljiga kelganligini anglagan G'o'lji xalqi tavrab ketgan edi. Bir haftadan buyon uyga yo'qlab kelayotganlarning oyog'i uzilmayotgan edi. Bularning orasida Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining rahbarlarimi, Sovet ittifoqining KGBchi unsurlarimi, ziyoli va o'limalarmi, boy savdogarlarmi, hayot qolgan el og'inlarimi, shundaqla Aruz yezisidagi dehqonlarmi bor edi. Mana bularning ichida eng xo'shalliqqa cho'milganlar yanala oilasidagilar edi. O'z vaqtida Mesut Efendi G'o'ljidan ayrilgan kechisi bovoq qolgan o'g'li Yalchin bilan 2 yoshlardagi Qivilcim cho'pchong bo'lib qolgan edi. 4 yoshli qizi Gultekin mana hozir qaddi qomati kelishgan chiroyli qiz bo'lib ko'zga ko'rinib qolgan edi. Boylari egiz, chochlari tunda qora bu qizning do'mboq yuzlari baldur pishadigan oq olmadek oppoq edi. Balaliq chaqlarida ota mehriga qanolmagan balalar yo'llariga intizor bo'lgan dadisi bilan aksini ko'rib, bayram bo'lgandanmi battar shodlanib, ikkisining atrofida parvonadek aylanib yurishadi. Bulupmu Atirgülning g'unchisidek yiqimliq, mohipaykor Gultekin dadisidan hech ayrilmaydi. Hatto Mesut Efendi'ni uyga mehmonga chaqirib kelgan do'st yoralaridan qizg'inib, ularga guldek chiroyini echishnimi xohlamaydigan chog'larimi yo'q emas edi. Yalchin bilan Qivilcim bo'lsa, aksi Ertuğrulni burun hech ko'rib boqmagan bo'lg'achqa, boshda aksidan sal yetirqagandek bo'ldi. Ammo oradan 1-2 kun o'tmayla, uning bilan shundoq yaqin el og'inilardek bo'lib ketgan edi. Shunga bular doim aksidan ayrilg'isi kelmaydi. Aksi nega bo'lsa, bularmi shu yerga billa boradi. Mesut Efendi G'o'ljiga kelib, oradan bir hafta o'tganda, G'o'ljidagi Sharqiy Turkiston Inqilobchil yoshlar tashkiloti markaziy komitetining o'rinlashtirishi bilan ittifoq klubida Mesut Efendini yoshlarga nutq so'zlab berishga taklif qilib, faoliyat o'rinlashtirgan edi. Bu qatimgi faoliyatda Mesut Efendi zalga yig'ilgan 400 dan ortiq yoshga nutq so'zladi. O sözüdə növbətdə tüzülgən 11 maddalıq tinchlik bitimining ruhiga asosan tinchlik ichida millatning har jihatdagi taraqqiyot ishlarini elib berishning zarurligini ta'kidladi. O tinchlik ichida mavjudligimizni saqlash va taraqqiy qildirish uchun ma'rif va adabiyot san'atining taraqqiyotiga to'liq ahamiyat berishning muhimligi to'g'risida nuqtaliq to'xtaldi. O yana G'o'ljining ma'rif ishlarining taraqqiyotiga zo'r to'p qo'shgan va bu yo'lda o'z jonlarini fido qilgan do'stlaridan Abdurahmon Shoidi bilan Husayn Baglarning ish izlarini eslab o'tdi. Abdurahmon Shoidi bilan Husayn Bag Shingsay tarafidan qatl qilingan edi. Mana shu ko'pchilik yig'ilib o'tirgan zal bo'lsa, ayni chaqda Husayn Bagning kuch chiqarishi bilan silingan klub edi. Bu klub 1934-yildagi Uyg'ur uyushmasining qilgan xizmat natijalarining namoyonlaridan biri bo'lib hisoblanadi. U davrda Shingsay dal qo'y terisiga o'rin olgan bo'rining o'zi edi. Shu chaqda u Sovet ittifoqiga yaxshichoq bo'lish uchun 6 buyuk siyosatni yo'lga qo'ygan bo'lg'achqa, taraqqiyparvar Husayn Bag mushu siyosatlardan unumli foydalanib, G'o'ljida Uyg'ur uyushmasini qurib chiqqan edi. Ayni chaqda Uyg'ur uyushmasining raisligiga Husayn Bag, muavin raisligiga Tayyip Hojim, hay'at a'zolariga Rahimjon Sabiraji, Qosimjon Qambiri, Osman Nasirov va Ziyo Samadi qatorliqlar saylangan edi.
Shu chaqda yana uyushmaning qilmoqchi bo'lgan xizmatlarini keng xalq ommasiga tashviq qilish va keng xalq ommasining ma'naviy madaniyat saviyasini yuqori ko'tarish uchun bir san'at o'mikini qurib chiqqan edi. Bu san'at o'miki xalq ichida tashviqotni keng qanot yoydirish uchun konsert kechalarini uyushtirgan edi. Ani shu konsertlarni nihoyat sifatli sahnaga elib chiqish uchun ayni chog'da G'o'lji xalqi ichida nom obro'yi bor Ro'za Tambur aka nihoyat zo'r tirishchanliklarni ko'rsatgan edi. Shu chog'da Uyg'ur uyushmasining kelgusida qiladigan ishlari uchun keng ommadan iyoni to'plash maqsadida bir qatimliq dog'dug'uliq konsert qo'yish faoliyati o'rinlashtirilgan edi. Faoliyatni elib berish arpasida Husayn Beg shaxsan o'zi har soha, har kasbdagi ma'rifatparvar zotlarning, boy savdogar korxonchilarning va ziyoli o'lmalarning oldiga erinmay berib, ahvolni tafsiliy tushundirgan va o'zi shunchalik ishtiyoq bilan chiroyli qilib bosgan konsert biletini o'z qo'li bilan ularga taqdim qilgan edi. Ani shu qatimqa faoliyat uchun o'rinlashtirilgan konsert kechaligi nihoyatmi g'albilik dog'dug'i ichida o'tkazilgan edi. Konsertning oxirida Husayn Beg sahnaga chiqib, nihoyatmi ta'sirlik nutq so'zlagan edi. U so'zida G'o'ljining ma'rif va adabiyot san'at ishlarini rivojlantirish uchun bir gimnaziya binosi va bir klub zali selishning zarurligini o'ttirg'a qo'ygan edi. Va bu ishlarni vujudga chiqarish uchun ketadigan iqtisodni mushu zalda o'ltirgan keng ma'rifatparvar zotlarning yordami orqali hal qilishni orzu qiladiganligini tovanchilik bilan bildirgan edi. U so'zining oxirida o'z yenidan 50 sa oltinni chiqarib, bu xayrlik ishga atab hadiya qilgan edi. Gerçi u unchalik boy bo'lmasa-mu, ko'rsatgan bu fidokorligini ko'rgan tövanda o'ltirgan Tudaxun boy qatorliq boylar orqa-orqadan sahnaga so'zga chiqib, bas-bas bilan o'z atag'anlarini iyona qilib, bu xayrlik ishni butun kuchi bilan qo'llaydiganligini bildirishgan edi. Shunday qilib, konsert kechiligida Uyg'ur uyushma binosi bilan gimnaziya binolariga yetib oshqudak mablag' to'plangan edi. Ani shu pidakor G'o'lji o'g'lonlarining qon tari badili ustiga insho qilingan mushu klubda hozir Mas'ud apandi o'z do'stlarining ish izlarini tövanda o'ltirgan yoshlarga ta'sirlik iboralar bilan qisqacha tunishtirib o'tish bilan birga o'zining yurak so'zlarini izhor qilish fursatiga erishgan edi. U nutqida milliy ma'rifni rivojlantirish uchun ona tilda dars o'tadigan pidakor ziyolilar qo'shinini barpo qilishning muhimligini o'ttirg'a qo'yib o'tib, yanchiqidan chiroyli qatlangan varaqchilarni chiqarib mundaq dedi. Men sizlarga mushu fursatdan foydalanib, yot allarda musofir bo'lib yurgan chaqlarimda, ya'ni 1936 yili 9-oyning 7-kuni Nanjingda ona tilimda yozgan va ayni chog'da o'zimizning tashviqot gazetida e'lon qilingan Sharqi Turkistonda Ma'rif nomli adabiy asrimni o'qib beray deb o'yladim. Ko'pchilikning yoqtirib anglashini umid qilaman. deb sop Uyg'ur tilida yozilgan asrini o'qishga boshladi. Yozuvchi Habibulla Ablumitning Mas'ud apandi nomli tarixiy romanini anglitishimiz bugun mushu yerga bo'ldi. Görüşkice aman bulalım.